Kichik bola bu vaqtni bostirib ilib ketgan ish va shunga har bir o'rgangan travmaning ichida sizlik o'zingizga foydali bo'lgan bilim bor. Hozir shu tushuntirmish intamniki boshlash o'pmoqchi bo'lgan tartibli mashg'ulotni men sizga so'zlab beraman. Necha numar so'g'anligini, nada olsam, qanday numar so'g'anligini qitib beraman. Ammo filmda uzroq chiqadi, hammalar shu yo'lni yo'llab, shu go'nja qilib olib qatmol qatiblarga ba'zi iqtisod qishinib qolsa, ba'zi shu sharoitning yo'q shu bolalar o'tirib ko'rsanglar, intam mashinasini, intam maydonida azroq mashq qilsanglar. Chiqroq o'rganib olgan ekan mashqon kirib chu. Bunga foydali qolsam bo'ldi, ammo davom uchinchi intam maydon mashq qilyapmiz. Biz intam maydon mashqdan o'p holatda so'zlab beraman. Intam birishdan bo'lib ko'rib chiqsanglar, ozmaysizlar. Nurg'on bolamiz qo'zg'almay turib qolasizlar. Qo'zg'almay turib qolasizlar degan yo'l pishiq qo'zg'almay turib qolasizlar. Qo'zg'alsa turli pishiq, tursa jiqrab. Mashina chiqib kalon qurqulab ketibdi. Shunga tartibli birinchi bo'lib mashina ikkinchi may qilib tartib bo'lib olinglar. Manda qanchada siz ozmaysizlar, emas keldi. Aslida mashina chiqqan chog'da birinchilab qilgan ishinglar shu o'rindiq, tangshab, shu chiroq nurining joy-joyida emaskin tangshaymiz. Bu chiroq ma oldi turdi, man yo'lada turdi, ma cho'ng chiroq, ma chiroq oldi qalat turdi. Qo'tibam yo'qmi, qo'ltirni ta'tillikmi, chiroqni bir ko'rib o'tgandan keyin men tayyorqim tutdi deysizlar. Men tayyorlik tutdi degandan keyin ankiza imtihon boshlandi. Bir tayyorlik tutdi degandan keyin ankiza dastlabda boshlab bergan keyin chiroyim resim tontimas. Ama chiroy tonishingiz dalillandi degan gap chiqqandan keyin ankiza manda gap chiqdi. Birinchi nomerliq yo'lga kiring. Hozir imtihon boshlansa bo'ldi. Boshlanishda tayyorlik ko'rish. Ma'lumotni anglab bo'lgandan keyin ankiza tushimiz. Har qaysi imtihon maydonining ma'mul qiyratda biroq o'xshamaslik bor. Buni shu ham talbiga asosan ya burun ya kim bo'ldi shuni talbiga asosan tushunasdan bo'ldi. Hozir ma'lumot qilgan jurayba imtihon maydonining shu boshlashlar, shu o'lchamni qo'zish avval masala tushuntirib qo'yman. Mujga chiqqandan keyin past tushdik. Hech chiqmaydi tushsak bo'lardi. Birinchi javob qilishimiz keyin ma'lumot oldin besvaslanlar bizning yo'q. Keyin birini bosmay chiqib qolsanglar bizning yo'q. Men bekda qismini chaqchaqlash qolmaydi, men ushaqsh emas. Mashinani aylanishdi. Chiqdi. Bizga chiqmay qolsa qaytib besaversak bo'ldi. Uning keyin ikkinchi bosimiz ma'vo matrib. Mashinani aylanishdi. Ma'lumotni anglab bo'lgandan keyin o'timiz chiqmay qolsa ham davomli bosamiz. Mashinani aylanish ishki. Bu cho'qim avval chiqdi chiqmay qolish yo'q. Mashinani aylanish ishki. Mesh maydonda mustaqillik chiqmaydigan mashina izginib imkon chiqmay qolishdi. Chiqmasa hech nima bo'lmay qolishdi deb o'ylab qolmanglar. Bu elqa baka qo'ygan narsa emasmish. Oldida birata odam o'tirganimiz ko'mayman qilishim mumkin. Biz tushgandan iplatdan maslam shu kiya ag'risli shofer bo'lib bo'lgandan keyin bu mashina idish texnikalar bilan munosabat qilishlar. Kichik sabab nurg'on shu mashina oldida masalan shu mashina oldida shu 60 santim to'lalatda oldida bir odam bo'lib qolsa ko'rinmaydi aynakdan. Musabbiq musha odamlarni kichik bo'lib bu vaqtni bostirib ilib ketgan ish va shunga har bir o'rgangan travmaning ichida sizlik o'zingizga foydali bo'lgan bilim bor. Mashina chiqqandan keyin sizlar oldirmay o'zingni to'xtatib yo'q bir tinavlab, birinchilab qildik, tasmin taqdik. Birinchida tasmin taqdik, men endi nima qilamiz? Ikkinchilab mas'ul zorim bosamiz. Tekshirish muvaffaqiyatlik bo'ldi. Tekshirish muvaffaqiyatlik bo'ldi. Tekshirish muvaffaqiyatlik bo'ldi. Hozir chiqib qoldimi? Ikkinchi ish tugadimi? Ikkinchi ishni nima qilamiz? Endi ikkinchi ish bo'lib qolsa, sizlar hozir bir desep qilib turmizda desep mana tomon bilan qilmaslik ishlarini his qilsam texnik yaxshi. Bu bo'lib qolgandan keyin ankiza mashinani o'rtaga tanishib bo'lgan sharoitda bilan tanishib qoldi. Hozir endi mush tatbiqni ham tanishsak bo'ldi. Tanishib bo'lgan sharoitda o'lchamlik bo'lgandan keyin mashina o'taldimiz avval. O'talgandan keyin 15 sekunddan keyin chiramashlar chiqadi. Tövende keçilik taklidi çırak taşkalarını imtihanı edildi. Ağızda kuyruklu anlatıda sekund içinde münasip çırak taşkalarını unutmak. Bugüne böyle vuriyette. Şu mayolda çıraklarını mayolda tutan. Bunu yapmak 5 gün durablar oldu. Yol boyda vakitlik maşinini to'xtatganda. To'xtatganda birinchi chiroq, o'rin chiroq. Mana 5 sekund tarafga o'tish kerak. Keçisi o'xshash yo'nalishda akishib yurganda. Ciddi aylanma, davom, ko'rib, piyodalar to'g'ri yo'li yoki qatnash signal chiroqlari bilan kontrol qilinmaydigan yo'l eğrisida o'tganda. Kontrol qilinmaydigan yo'lda o'zi chiroq yo'q, pasportimiz cho'qon. Keçisi chiroq va yo'lchishi yaxshi bo'lgan yo'lda yurish. Yaxshi bo'lgan yo'lda hech qanday o'tmaymiz. Oldidagi mashinani yonlab o'tish. Mashinada cho'qon pasportimiz. Daxliy
Dedi keçilik imtihan ayaqlaşdı. Barlıq çıraqlardan öçürəm. Üçürmeydi, üçürütüm. Üçüramısın, üçüremeye kapağım var. Maşinni öndən uzudur. Üçüren yerken biz gep anlamısak lan, veya anımızdan, dadımızdan gepini anlamısak lan, tılğan okşaşlamışın gepini anlamısak lan, bizge nuraya buyruk burada, buyruk bu çıkılmaz. Buyruk vergen yerde biz ihtiyar bu çıkılmaz. İşte buyrukla yerken azade esketmeyin, çok bir şey kılmadık oylayız da. Angize bayatın degen tıkop, birinci olap tasım oldu, ikinci olap kızaşımız, sinzor, beşi oldu, üçüncü olap otal doğan oldu, dörtüncü olap çıramayışlar çıktı, beşinci olap kızaşımız laba çaldı. Laba çap boğandan keyin hamdan miyat anglab qon bir yer kaldı. Nurg'un balam şu 80% balam numar tatqizib bağaya maya. Ronni yerim qarib olmaz. Mas sonun burlishchirini yiqlab vaqt bo'lgani uchun ronni qarib olmaz. Ne qanchasi potensial olmaz. Ne qancha intishat ekilib olmaz. Hamishda sonun bexatar chiran yoqmas. Navad yiqib ekan biznes kelib qolsa, yana o'chirib Yani biznes yo'q bo'lgan yana yoqmas. Yani o'chirib mishda bexatar bo'lgan ekan ma'miz chiradin nurg'un bola qolib qolsa, 10 sekund vaqtni to'shqizib o'tib. Sizlar chiran yoqqan keyin lexaj keltirib olgan chiran yoqqandan keyin menga yiqib 1 2 3 4 sanab bo'lgandan keyin qo'yib sanab qo'yib 5 sekund oldi. Mishta asta qo'yib mashin 1 metr minib bo'lgandan keyin olib qo'yib etmay. 1 metr mingandan keyin siz qo'yib sanlar lexajini qo'yib sanlar angiz mashinani o't o'chab qolmaydi. O't o'chab qolmay chiqarsizlar. Normal mushoratdan mashinani intilgichlar lexajini tutib ko'tarib ma'manda deb o'ylaysizlar, o't o'chab qoldi. Har bir mashinaning lexajisidan chim bo'shliqqa qo'zish o'xshamaydi. Shunda vaqtda mashin 1 metr mang'uzitib uni lexajini qo'yib sanib bo'lardi, qo'tirib qo'yib qo'ygan ekan. Ham shunga o'xshash sistemni o'lchami o'rganimiz har bir turni bilib, har bir turni turkumga bilib, musho yodlab, oldin alam nimtir barg'im biz kalimizni oldin etkagashtiramiz. Boshda bo'lganda o'tash nisbatan sizdan eng yuqori bo'ldi. Menga eng muhim nuqta qasam intamedi degansan bo'ldi yoki degansan bo'ldi yoki boshdan oxiri mush birinchi turni to'rtinchi turni holatda sistemni o'rgansan bo'ldi, maktab o'qisa bo'ldi degan aloqa qilsizlar. Mush biz sistemni qo'yib o'rgatamiz. Davomli shu veypalat o'qish qabul qilatimiz. Boshqa shaharda o'zimning shu vaqtim asosan erkin oqshomda ishlatib prava olsam bo'ldi yoki men ko'zim qoqib degan bo'lgan aloqa qilsam, men sizga eng yaxshi sharoit hozirlab beraman. Hozirlab beralayman deyman, cho'qim hozirlab beraman. Davomli aloqa qilsam ishtiroq qilib bo'lar.